Dur! 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 Qanotda Mayskuh hujum qilish mumkin markazda. To'p bilan oshirish kerak, yetkazib berish mumkin. O'yinchi ochiq ichida. Xavfli zarba bo'lish kerak. Darvozabondan super save. Bo'lish mumkin edi, lekin to'pni yana yetkazib berdi hujumchiga. Markaz o'yinchi ochiq oshirish kerak. Pas va ajoyib gol! Mayskuh. Xavfli bo'lish mumkin edi. To'pni to'xtatadi o'yinchi chap qanotda. Xalaqit berish kerak o'yinchiga. Yana Saloydan holi ko'rsatib olib qo'ymoqda. Pas beradimi? Yo'q, o'zini o'yladi va darvozabondan super save. Olishgan Saloydin kutilmaganda boshlab bormoqda. Jarima zarbasi zarba bo'lishi mumkin uzoqdan. Zarba gol! Qanday gol ko'rmoqdamiz Mayskuhdan? Mazkur golda chap qanotda o'z faolligi evaziga gol urdi deyishimiz mumkin. Behruz Habibullayev to'p bilan markazda o'tib ketish mumkinmi? Ikki o'yinchidan o'tib ketdi, ammo himoyada xalaqit bermoqda. Mayskuh o'yinchisi. Resmini to'pni olish mumkin. Zarba berish mumkin. Zarba bo'ladimi? Darvozabondan super save. Anvarxonov to'pga chiqib kelmoqda. Ammo vaziyat yakunlanmadi. Mayskuh to'p bilan yon chiziqdan apiga ancha hozir ikkinchi taymda faollik ko'rsatib, hujumlarga tayyorlanib maydonga tushgan Anvarxonov yon chiziqdan tepni tushirmasligi kerakligini ta'kidlamoqda. Xavfli pas bo'ldi hozir. Dilyordan zarba ko'ramizmi? Maydon tark etmadi Abdusalimov. Abdusalimovdan navbatdagi gol. Yo'qotdi. Bobur Abdusalimov hozir to'p yo'li to'g'anoq bo'lgan Anvarxonov qanday aylanib olgan edi hozir? Haqiqiy 9liklarga o'xshab. Buni ham baholash kerak. Abdullayev qanday aldab o'tgan edi hozir? Habibullayev oldingi zarba berishini ta'kidlamoqda sherigini. Abdullayev ko'ramiz qanday qaror qabul qiladi hozir. Xushtak chalindi. Qanday qaror qabul qiladi apiga? Abdullayevdan xavfli zarba va gol! Nima qildi hozir Abdullayev? Abdullayev sizlar? Abror Abdullayev. Dilyordan xavfli Qosimov qanday hozir? O'z familiyasiga mos, xuddi Qosimovdek gol urishi mumkin edi. Anvarxonov pressingda ishlamoqda Durdiyev bilan uzr so'rab qo'ymoqda albatta o'yinchilardan, ammo o'yin davom ettiriladi. O'yin davom ettirib Mayskuh gol bilan tugatmoqda bu vaziyatni. Kim yana? Qanday gol ko'rdik hozir? Ularda pressing qilish kerak, chunki Abdusalimov tushgandan keyin Mayskuhning qanotlari ancha tezlashdi. Behruz yana zarba berish mumkin. Bu bolani hozir o'yin ochilib ketadi. Bu bolani o'yin ochilib ketadi hozir. Behruz Hamidjonov. Start ligani birinchi turi bo'lib o'tdi. Hozir APG o'yinchisi Alixon Anvarxonovdan fikrlarini so'raymiz. Mayskuhga o'yin, qarshi o'yin qanaqa bo'ldi? Qanaqa hissiyotlar bo'lyapti hozir birinchi turdan keyin? Endi to'g'risini aytsak, biz o'zi bilasiz kompyuter do'konimiz, o'zi asosiy faoliyatimiz bu kompyuterda o'tirib ishlash. No, sport bilan endi shug'ullanishni unutmaymiz. Shuning uchun keldik, qatnashdik. Juda qiyin bo'ldi. To'g'risini aytsak, o'ynamaganimizga bolalar ancha bo'ldi. No, bitta jamoa bo'lib bir tizimda o'ynash o'zi qiyin ekan. Buni ustida ishlab, keyingi turlarda menimcha o'zimizni yana bir yaxshiroq ko'rsatamiz. Mayskuh jamoasiga lekin prosta 5 ketdik. Ular prям высокий klass ko'rsatishdi. Bizlar prosta sindirib tashlashdi. No, biz keyingi o'yinlarda xudo xolisa harakat qilamiz. O'zimiz ustimizda ishlab yana. Albatta bugungi o'yin zo'r o'tdi. Mayskuhga ham, APGga ham rahmat deb qolamiz. Endi keyingi o'yin Englify bilan o'yinga qanaqa tayyorgarlik ko'radi jamoa? Jamoa endi nima tayyorgarliklar bo'lishi mumkin sizlarda? Englifyga qarshi o'yinda motiv nima sizlarda hozir? Hozir datani bilmaymiz keyingi o'yinda. Endi aytsa kerak. No, biz o'zimizga tayyorgarchilik ko'rishimiz kerak. Bildik, что biz birinchi marta birga hammamiz jamoa o'ynaganimizni bunchalik bir-birimizdan zo'r tushunmaganimiz bizga dars bo'ldi. Endi o'zimizni o'zaro ishdan keyin o'ynab, qatnashib, birimizdan tushunib olib, Englify komandaga qarshi tayyor butun Arsenalimiz bilan birga borib o'ynasak kerak deb o'ylayman. Balki yutarmiz. Xo'p, yaxshi fikrlar bo'ldi. Oxirgi savol, APGda bugun kim eng yaxshi o'yinchi bo'ldi? O'zingiz fikringiz bo'yicha. Abror Abdullayev 3 ta gol asoschisi, 3 ta gol o'zi prям taqillatib berdi. O'zi komandamiz shu bolada o'zi stroysa qildi. Boshida qiynaldik, tushunmadik, charchadik, ancha bo'lib o'ynaganimizga zaminalar ko'p bo'ldi, lekin o'sha bola bilan birga o'yin tizimini tuzishimizni bildik. Mana shunaqa qilib keyingi o'yinlarda ham xudo xolisa xuddi shu tizim bilan o'ynaymiz. Fikrlar uchun rahmat, sog' bo'ling. APG Mayskuh o'yini bo'lib o'tdi birinchi turda. Hozir man of the match Behruz Hamidullayevdan fikrlarini so'raymiz. O'yin qanaqa bo'ldi birinchi turda? O'yin zo'r bo'ldi. Raqobat bilan o'ynadik. Bu o'yinga biz trenerlarimiz bilan anchadan bir tayyorlanib kelayotgandik. Shunga yarasha chiroyli o'yin bo'ldi deb o'ylayman. Space Academy bilan kimshtir o'yininglar bor. Menga hozir insiderlar ma'lumot berishsa, qanaqa tayyorgarlik, qanaqa munosabat bo'ladi bu o'yinga jamoa tomonidan? Bu o'yin bu jamoa bilan tayyorgarlik qilamiz. Albatta trenerlar harakat qilamiz o'yinda g'alaba qozonishga. Xo'p, fikrlar uchun rahmat. Sog' bo'ling.